Assalomu alaykum qadrdonlar. Navbatdagi obyektimiz xudo xolasa sokeli bilan travertinlarni tugatib chiqardik. Tavzihni qilib o'tamiz. Sokellariga 120 ga 60 bo'lgan O'zbekiston polirovka bo'lgan granitdan bosdik akalar. Devorlarimizga travertin atachento bilan jemchug aralashmasi bu. Blistlarni ko'ringlar. Shunchaki devorda olovda yonib turibdi. Ro'paradan ham juda ham chiroyli ko'rinib turibdi. Devorimiz yon qismi oppoq bo'lib, qop-qora granitga juda ham chiroyli holatda yarashib turibdi. Blistlarga e'tibor beringlar akalar. Blistlari juda ham chiroyli holatda chiqdi. Bu uyimizni darvozadan kirishda ro'para qismimiz. Bu yerga hozir mazaka bosamiz, zinalariga, pog'onalariga mramor tashlab beramiz. Mana yaqinroqdan ko'rsataman. Uyimiz 470 kvadrat atrofida. Travertinni hammasi kartamiro fasonida bo'ldi. Shu yerda 470 kvadrat joy kartamiro fasonida chiqardik. Lekin blistlari juda ham chiroyli chiqdi. 2 sloy polirovka qilindi. 2 sloy atachento jemchug berdik. Ro'paradan ham olov bo'lib yonib turibdi akalar. Kimga shunaqa sifatli xizmat kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarimizni yozib qoldiramiz.